Rahmatullohi barakatuh. Omansizlar. Sport bilan 100 kun olma challenge'imiz bugun 50-kunidamiz. Bugun sizlarga Hindiston taraflarida bo'lgan voqeani aytib beramiz. Ikki inson safarga chiqishadi. Yo'lda ketishar ekan bir donishmandga duch keladi. Hindistonga yetmasdan. O inson ularga nasihat qiladi. Mana aytadiki, men aytgan nasihatlarga amal qilsanglar, safaringlar bexatar bo'ladi, manzilinglarga eson-omon yetib olasizlar. Turib aytadiki, yo'lda deydi, fillar chiqadi deydi. Filni bolalari semiz bo'ladi. Ulkan bo'ladi, ammo nozik bo'ladi deydi. Ya'ni nimjon bo'ladi deydi. Ularni bemalol ovlab yeb qo'yishi mumkin odamlar deydi. Qorninglar och qolgan taqdirda ham shu ishni qilmanglar deydi. Ya'ni filni bolalarini yeb qo'ymanglar. Ularni qasos olishi juda bir ayanchli bo'ladi. Agar shu aytgan nasihatimga amal qilsanglar, bemalol manzilinglarga yeta olasizlar deydi. Ular xo'p deydi-da, 3 kishi bo'ladi iloji. Yo'lni davom etishadi. Oxiri suvlari tugaydi ularda, oziq-ovqat tugaydi. Va ketishar ekan, qorinlari juda ochiqadi. Filni bolasi ko'rinib qoladi. Filni bolasi ko'rinsa, ikkitasi besabrlik qilib borib tutishadi. Tutishib yotqizib endi so'yamiz deb turishsa, sherik aytadi, ya'ni uchinchisi. Deydi, qo'yinglar, bu yaxshi ish emas. Bizga aytdi-yu otaxon. Ya'ni yoshi ulug' inson aytgan edi-yu, bu ishni qilmanglar desa. Biz juda ochiqdik deb turib so'yib yuborishadi. So'yib turib ikkalasi rosa qaynatib, qovurib, pishirib yeyishadi. Hamda yotib uxlashadi. Dam olishayotgan bir payt haligi uchinchi sherik umuman yemaydi ham, qayrilib qaramaydi desak bo'ladi. Kechki payt ulkan fil o'rmonning ichidan yugurib keladi. Dupur turib kelib, birma-bir o'sha yerda yotganlar og'zini halqumi bilan iskab chiqadi. Ya'ni bolasini hidi kelyaptimi ulardan yoki kelmayapti. Birinchalik uchinchi insonning oldiga keladi. Kelib turib uni iskalashni boshlaydi. Bo'yinlarini, bosh qismini iskalasa, undan bolasini hidi kelmaydi-da, unga g'azabnok bir qarab turib o'tib ketadi. Borib turib, naryoqda ikki hamrohini qarasa, halqum bilan iskalab turib, ulardan bolasini isini kelayotganini biladi hamda halqum bilan bo'g'ib turib, depalab, shu yerda ularni halok qiladi ekan. Ana bundan oladigan xulosamiz, sabr bu oliy ne'matlardan hisoblanadi. Ya'ni ular nafsiga yengilishdi. Dono insonlar aytganini qilishmadi. Nasihatga parvo qilmasdan nafsiga yengilganligi uchun, sabr qilisha olmagani uchun shu ahvolga keldi. Hamda fillarda qasos kuchli bo'lar ekan. Shuni ulashib bergandim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.